Men o'zi o'ylanib yurar edim. Avvalgi odamlarda diniy bilimi ko'p bo'lmasa ham, ilm ahllarini hurmat qilishar edi. Ammo hozirgi yoshlar ayrimlari kitob o'qib, dars eshitib turib, nimaga ilm ahllariga bunaqa beadob bo'ladi? Bu masala meni o'ylantirar edi. Bu haqida o'zimga yarasha fikr mulohazalarim ham bor. Yaqinda qo'limga bir ma'lumot kelib qoldi. Uni ko'rib, ana shu ayrim savollarimga javob topgan bo'ldim. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. Shoyat mana shu beadablikni o'ziga hunar qilib olgan va shu qilayotgan ishini to'g'ri deb bilib yurgan ukalarimiz bu narsani eshitib o'zini tuzatib olishsa. Qilayotgan bu beadabligini oqibati nima ekanligini bilmaganligi uchun shunday qilishayotgan bo'lsa kerak. Shoyat mana shu ma'lumot ularning tuzalishiga sabab bo'lsa. Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Rufi'a ummati thalath." Meni ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarilgan, ya'ni 3 ta gunoh yozilmaydi. Al-xato va nisyan va mustakruhu alayh. Xato an qilgan gunoh, bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi. Ikkinchisi esdan chiqarib qilib qo'ygan gunoh yozilmaydi. Uchinchisi majbur bo'lib qilingan gunoh yozilmaydi. Agar shu kungacha ilm ahllarini yomon ko'rish, ularni g'iybat qilish, hurmatini to'kishlik qanchalar katta gunoh ekanligini bilmay yurishgan bo'lsa bu kalar bilib olishsin. Bizning yurtimiz, birodarlar, ummati islomiyaga zabardast ulamolarni yetkazib bergan yurt. Imom Buxoriy, Termiziy, Imom Saraxsiy, Burxoniddin Marg'iloniy, ana shu yurt ulamolarining fatvolari shu ukalarimizga ham qadr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zero 1000 yildan ko'proq davrdan beri ana shu ulamolarning ilmi bilan yashab kelyapmiz, undan foydalanib kelyapmiz. Agar o'sha mutaqaddim olimlarimizning ilmiga ham tan bermaydigan bo'lsak, bilmadim bizda qanaqa ilm bor ekan. Ulamolarni hurmat qilish dinning shiori ekanligi doimiy suratda ta'kidlab kelingan. Yer yuzidagi hamma musulmonlar ilm ahllarini hurmat qilishlik dinning shiori ekanligiga ittifoq qilishgan. Ularga hurmatsizlik ko'rsatganlarga ayovsiz ta'zirlar berilgan, qarshi fatvolar chiqarib turilgan. Ana shunday tarixiy fatvolardan biri Samarqandda O'zbekiston madaniyati tarixi muzeyini tarixiy hujjatlar fondida saqlanib keladi. Yurtimizdagi ulamolar tomonidan taxminan milodiy 1795-yillarda chiqarilgan va ustida ulamolarni tahqirlashning kufr ekani va haqorat qilganga ta'zir berish lozim bo'lishi to'g'risidagi fatvo rivoyati deb qo'yilgan fatvo. Mana o'qib beraman. Fatvoning mazmuni quyidagicha: 1795-yilda chiqarilgan fatvo.